Qo'qonda bozor har kuni bo'ladi, dushanbadan tashqari. Bemalol kelaverasizlar. Narxlar o'ta dahshat darajada arzon. Xitoy bilan birga bir nima deyapti? Ko'ringlar, shularni ko'rasizlar. O'zbekiston ishlagan. Xitoy deb sotayotganlar ham bo'lishi mumkin. Ketkasi yo'q, ketkasi bo'lmaydi. O'zlariga ketga qo'yishatsalar ham bo'ladi. Uncha-munchasiga pechet bosib. Ular biznes qilgani hamma qanday bor. Shatkachalar qanchadan beryapsiz aka? 10 mingdan tanlab olish, 10 mingdan aka. Bu tipa paslar bor. Xullas narxlar juda chiroyli. Mana bular qancha ekan bular optimga? Ha, bular 14 mingdan. Bularlar. Narxlar o'ta go'zal. Juda chiroyli. Har kuni kelaverasizlar. Qo'qon bozori stendga o'xshagan bor. Bular nechta beryapsizlar aka bular? 50 mingdan aka pastga. Pachkada nechta bo'ladi? Standartda 500 shu. Bular 40 ming so'm aka. Bilbeta? Rost, qalingina aka. Bular 28 mingdan, ha? 28 ming. Bu yerda ham bor ekan. Juda ham chiroyli. O'zbekiston ishlar, bizdan ishlar. Mana do'konlar, kelaverasizlar. Sizlarga ko'rsatgan bozorim dushanba kuni bo'lgan, har kuni bo'ladi. Chorshanba kuni ham kelishni tavsiya qilaman. Bu taraf bog'cha bozor. Bog'cha bozordan narx-navolar zo'r. Shama ishlab chiqaruvchilar ham bor. Ular chertib kelishib olasizlar narx-navolarni kelib.